أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. Hurmatli aka ukalarim, opa singillarim, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Yetib kelgan Qurbon hayit bayramini siz azizlarga va siz azizlar orqali butun oila a'zolaringizga chin ko'ngildan va yurak tagidan qutlug' bo'lsin deyman. Umid qilaman ushbu azamatli, shonli, muborak Qurbon hayit bayramini sog'lik bilan, tinchlik bilan, xotirjamlik bilan, osudalik bilan o'tkazsangiz inshaalloh. Aziz ko'ruvchilar, mana alhamdulillah Tengri taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin-ki bizni yanada Qurbon hayit bayramiga yetkazdi. Qurbon hayit bayramiga xalqlarimiz qurbonlik qiladilar, bir-biriga qatnashib turadilar, kino va kuduratlarni yuraklaridan chiqaradilar. Azizlarim, mana biz ham Mazor-i Sharif shahrida albatta soat 7 da borib masjidga qurbon namozini o'qidik. Do'stlarimiz bilan, qo'shnilarimiz bilan hayitni tabrikladik, qutlug' bo'lsin deb aytdik va bir-birimizni bag'rimizga bosib, ko'p quvonch bilan uyga qaytib keldik. Hayitning birinchi kuni aziz va qadrdon dindoshlarimiz, tildoshlarimiz, o'z o'lkamizda va tashqari o'lkalarda yashaydigan qarindoshlarimiz barchangizga yanada Qurbon hayit bayrami qutlug' bo'lsin. Qurbonliklaringizni Parvardigor qabul qilsin, ibodatlaringizni qabul qilsin. Mana Saudiya Arabiston o'lkasida hojilarimiz ham qurbonlik qiladilar. Ularni ham qurbonliklari qabul bo'lsin, duolari qabul bo'lsin. O'z o'lkamizdan ketgan hoji sohiblar barchalari duoda bizni haqimizga duo qilyaptilar. Biz ham ularni haqlariga duo qilamiz. Aziz va qadrdon ko'ruvchilar, ushbu muborak kunlarga ko'p quvonch bilan, xursandlik bilan hayitni o'tkazing inshaalloh. Bir-biringizga borib qatnashib, kino va kuduratlarni yurakdan chiqaring. Mu'min kishining, musulmon kishining sha'niga munosib emasdirki, kina saqlasa yuragiga, albatta robitalarni qat'a qilsa, bu uchun borib kelib, yuraklarni sof qilib, kinalarni uzoq qilib yashashimiz kerak inshaalloh. Allohga to'g'ri kelmaydi biz bir-birimizdan i'roz qilsak va bir-birimizdan uzoqlashsak va kina saqlasak yuraklarimizga. Yanada aziz va qadrdon Haq yo'li kanalining sevimli muxlislari, barchangizga Qurbon hayit bayramini qutlug' bo'lsin deyman. Kiygan kiyimlaringiz muborak bo'lsin. Qurbonliklaringiz ham yanada Tengri taoloning dargohida qabul bo'lsin. Kelasi ro'za va Qurbon hayit bayramlariga Parvardigor barchamizni yetkazsin inshaalloh. Xo'p, vaqtlaringizni ko'p olmasdan azizlarim, barchangizni yaratgan Robbimga topshiraman. Yanada Qurbon hayit bayramini barchangizga qutlug' bo'lsin deyman. Qurbon hayit bayramingiz muborak bo'lsin.